Ijtimoiy tarmoqlarda Jizzax viloyatida eshak avtomobil ortidan sudrab ketilayotgani aks etgan video tarqaldi. Ma'lumotlarga ko'ra, holat Jizzax viloyati Zafarobod tumanida yuz bergan. Viloyat ichki ishlar organlari tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida haydovchining shaxsi aniqlangan. Haydovchining aytishicha, u Namangan viloyati Pop tumanidan ko'chat olib ketilayotgan vaqtda avtomashinasi yo'lda nosoz holga kelgan. Mashina yukxonasida bo'lgan eshakni dimiqib qolmasligi uchun tushirganini, keyin esa transport vositasi tuzatilganidan so'ng uni yana mashinaga yuklashga sharoit bo'lmaganini aytgan. Uning so'zlariga ko'ra, eshakni sal balandroq joyga olib borib yuklash maqsadida taxminan 100-150 metr masofaga mashina bilan sudrab borishga harakat qilgan. Haydovchi qilgan ishidan pushaymon ekanini bildirgan. Holat yuzasidan fuqaroga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lish bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. To'plangan hujjatlar qonuniy qaror qabul qilish uchun sudga yuborilgan.